Hurmatli haydovchilar, kuz-qish mavsumida ob-havo o'zgarib, yog'ingarchiliklar kuzatilganda, ayniqsa tuman tushgan vaqtida hushyorlikni yanada oshiring. Tuman tushgan vaqtda ko'rinish darajasining pasayishi harakat qatnashchilari uchun bir qator noqulayliklar keltirib chiqaradi. Bu esa yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi xavfini oshiradi. Shu sababli haydovchilardan transport vositasini boshqarish paytida tezlikni oshirmasliklarini, oldindagi transport vositalari bilan oraliq masofani saqlashlarini, yoritish chiroqlaridan foydalanishlarini, murakkab ob-havo sharoitini va yo'llarning holatini hisobga olib harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Shuningdek, transport vositasining texnik holatini nazoratga olishini va texnik nosoz transport vositalaridan foydalanmasliklarini, zarurat bo'lmaganda tungi vaqtlarda harakatlanmasliklarini, piyodalardan yo'lni kesib o'tishda o'ta hushyor bo'lishlarini, yo'llarda bolalarning harakatini nazoratga olishlaringizni so'rab qolamiz.